Hammaga assalomu alaykum. Globus Visa markazini doimiy mijozlar uchun yaxshi taklifimiz bor. Bu taklif emas, bu minnatdorchilik sifatida qilinayotgan video. Biz bilamiz 2 yildan beri uzluksiz O'zbekistonda ishlayotgan bo'lsak, hozirda 600-700 ga yaqin inson biz orqamizdan viza olgan. Dunyoning har xil nuqtalariga viza olgan, lekin biz shu mijozlarimizni ardoqlash, ya'ni minnatdorchilik bildirish sifatida bularga biz hozir yaxshi taklif o'ylab qo'yganmiz. Braziliyani 1 yillik multivizasini xudo xohlasa juda ham kam summa evaziga qilib beramiz. Bunaqa taklif yo'q, chunki biz bilamiz, Braziliya vizasi bozorda $300 dan $600 narxi bor, lekin biz juda ham past summa bilan qilib beramiz. Aynan biz orqamizdan viza olgan mijozlarimizga. Xudo xohlasa bir hafta davomida pastga Telegram telefonlarimizni qoldiraman. Biz orqali viza olgan bo'lsangiz, murojaat qilasiz, hujjatlaringizni olamiz, topshiramiz, Braziliyani 1 yillik vizasini olib beramiz. Inshaalloh biz tomonidan bu minnatdorchilik bo'ladi. Hammalaringizni kutaman. Globus Visa markazi mijozlari uchun biz doim yaxshilikni va yaxshi sifatli narsani taklif qilib kelganmiz. Xudo xohlasa bu narsani sizga ravo ko'raman. Braziliyaning 1 yillik vizasi. Aloqaga chiqing, hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.